Avvalambor mana bu yerda turgan jentelmenga rahmat aytmoqchiman. Undan keyin esa barcha jamoadoshlarimga, aynan mana shu g'alabamiz uchun o'z hissasini qo'shgan barcha xodimlarga, kim qatnashgan bo'lsa g'alabaga, barchasiga rahmat aytmoqchiman. Hech kim Portugaliyaga ishonmagandi. Haqiqat shundaki, biz barcha uchun barchaga qarshi g'alaba qozondik va buni uddaladik. Juda ham baxtliman. Bu hayotimdagi eng baxtli kunlarimdan bittasi. Hech qanday shaxsiy sovrin, hech qanday Chempionlar Ligasi bunga teng kela olmaydi. 3-4 marta yig'lab oldim. To'g'risini aytaman. O'g'limni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, bu mening hayotimdagi eng baxtli kunimdir. Juda ham baxtliman. Barchasi sizlarning mehnatingiz tufayli. Barcha o'yinchilar, barcha xodimlar, barchangizdan minnatdorman. Mana bu insonga e'tibor qarating. Mana shu jentelmen, mana shu murabbiyimizning o'ziga bo'lgan va bizga bo'lgan ishonchi menga boshqacha ta'sir qildi. Shifokormisiz, qorovulmisiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'yinchimisiz, biz Portugaliya tarixiga kirdik. Biz birinchimiz. Bir kun kelib semirib ketganimizda ham barda o'tirib, men 2016-yil Portugaliya uchun Yevroni yutganman deb maqtanib yuramiz hali.